ekanmiz. 2 yoshga baxt, saodat tilayman. Nimani niyat, nimani tilab qilgan bo'lsa, barchasiga erishishga tilakdoshman. Qolaversa do'stimizning ukasi Abdulazizjon ham qo'sha qalb baxtli bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'shiq aytsam yarashadi kuydan keyin, jonliq odam o'ysiradi o'ydan keyin. Niyat qilib uyda bola tug'ilganda o'zligina to'y boshlaydi to'ydan keyin. Ko'rsam deydi farzandining baxtlarini, qursam deydi tog'iydan taxtlarni. O'zgartirmay 1000 yillik odatlarni o'zligina to'y boshlaydi to'ydan keyin. Mana bugun do'stimizda uylanish to'ylarida o'tirgan bo'lsak, bundan keyin esa farzand ish to'ylarida o'tirishi nasib qilsin. Ko'ngilning tubida bo'lsa qayg'u ham quvonchi kulgu bilan chiqarib tashlang. Har kunni bir katta bir bayram, bu hayotda faqat sevilib yashang. Mana shu yerda bo'lgan hech bir insonning yuzidan kulgu arimasin. Bugun bor bo'lsa ertaga yo'q. Topgan o'sha tilloying zaring, ko'nglingda bo'lgan doimo to'q, omon bo'lsin jigarlaring. Begonaning tashvishi bor, o'ziga yarasha ishi bor, leksiyani yo'qlovchi kishi bor. Omon bo'lsin bas jigarlaring. Do'stim, baxtiga jigarlaring, ota